Tasavvur qiling, siz kecha stadionda minglab muxlislar oldida o'ynagan yulduzsiz. Bugun esa panjara ortida. Ha, bu shunchaki mish-mish emas, bu real voqealar. Bugun biz shunaqa futbolchilardan top 5 tasini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda bugun top 5 qamalgan futbolchilar. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa sekin boshlasak ham bo'ladi. Husan Sport YouTube kanali, videoga like bosing hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa sekin boshlasak ham bo'ladi. Va demak bizda 5-o'rinda Adam Johnson. Adam Johnson qachon bo'lganligi 2016-yil, manzili esa United Kingdom. Adam Johnson Angliya futbolining iqtidorli vingerlaridan biri edi. U hatto Manchester City va Sunderland kabi jamoalarda o'ynagan. Ammo 2016-yilda u voyaga yetmagan qiz bilan noqonuniy munosabatda bo'lganligi uchun sudlanadi. Sud uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qiladi. Bu voqea futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi va uning professional faoliyati butunlay yakunlanadi. 4-o'rin Joey Barton. Joey Barton qachon bo'lganligi 2008-yil, manzil esa yana United Kingdom. Joey Barton har doim maydonda ham, maydon tashqarisida ham agressiv harakatlar bilan mashhur bo'lgan. 2008-yilda u ko'chadagi janjalda vaqtincha bir kishiga jiddiy zarar yetkazgani uchun hibsga olinadi. Sud uni 6 oyga qamoqqa hukm qiladi. Bu uning birinchi muammosi emas edi. U oldin ham bir nechta janjallarga aralashgan. Shunga qaramay u futbolga qaytgan, lekin uning nomi har doim muammolar bilan bog'lanib qolgan. Va bizda 3-o'rinda Ronaldinho. Ronaldinho qachon bo'lganligi 2020-yil, manzil Paragvay. Ronaldinho futbol tarixidagi eng texnik va ijodkor o'yinchilardan biri. Ammo 2020-yilda u kutilmaganda hibsga olinadi. Sababi u va akasi Paragvayga soxta pasport bilan kirganligi uchun. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha, ular bu hujjatni noqonuniy yo'l bilan olgan. Ronaldinho bir necha hafta qamoqda o'tiradi. Eng qizig'i, u qamoqda ham futbol o'ynab, mini turnirda qatnashadi va hattoki g'olib ham bo'ladi. Keyinchalik u garov evaziga ozod qilinadi. Ammo bu voqea uning obro'siga katta ta'sir qiladi. 2-o'rinda Mason Greenwood. Mason Greenwood qachon bo'lganligi 2022-yil, ya'ni 2022-yil hibsga olingan, qayerda bo'lganligi esa yana United Kingdom, yana Angliya. Mason Greenwood juda yosh va juda iste'dodli futbolchi edi. Ayniqsa Manchester United tarkibida katta kelajak kutilgan. 2022-yilda u og'ir ayblovlar, zo'ravonlik va majburlash bilan bog'liq holatlarda hibsga olinadi. Internetda tarqalgan audio va rasmlar bu voqeani yanada shov-shuvli qiladi. Keyinchalik sud jarayoni davom etib, 2023-yilda asosiy ayblovlar bekor qilinadi. Shunga qaramay bu voqea uning karyerasiga juda katta zarba berdi. U uzoq vaqt futbol o'ynamadi. Manchester United esa undan voz kechdi. Obro'si esa keskin tushib ketdi. Lekin hozir Marseille'da o'zining pik davriga qaytib boryapti desak ham adashmaymiz. Va hozir bu voqea futbol tarixidagi eng bahsli holatlardan biri hisoblanadi. 1-o'rinda Benjamin Mendy. Benjamin Mendy qachon bo'lganligi 2021-yil, manzil esa yana United Kingdom, ya'ni Angliya. Benjamin Mendy Manchester City tarkibida o'ynab yurgan paytida jiddiy ayblovlar bilan hibsga olingan. Unga qarshi bir nechta jinsiy zo'ravonlik bo'yicha ayblovlar qo'yilgan va bu ish juda katta rezonans keltirib chiqargan. Sud jarayoni uzoq davom etdi va yakunda u ko'plab ayblovlardan oqlandi. Ammo u shunga qaramay u klubdan ketdi. Futboldagi faoliyati esa izdan chiqdi. Obro'siga katta zarar yetdi. Bu voqea futbolchining shaxsiy hayotida ham qanday katta ta'sir ko'rsatganini yana bir bor isbotladi.
Xo'sh qale, bu top 5lik sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Siz bilan esa Husan bo'ldi. Husan Sport YouTube kanali edi. Videoga like bosishni hamda kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va bizda keyingi video nima haqida bo'lishini ham izohlarga yozib qoldiring va yana bir bor siz bilan Husan Sport kanali edi. Ketkazgan vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling hamda salomat bo'ling.